Xitoy iqtisodi to'rt tarafdan vayron bo'layotdi. Avtori Mavlon Yasin. Navbatda Xitoy iqtisodi umumyuzlik tushkunlashib, kundan kunga nacharlashib ketib bordi. Har qaysi taraflardagi cho'ng, o'rta va kichik korxonalar bas-basda xizmatchilarni qisqartirish yoki qo'yib berish, maoshlarni zo'r kamaytirish, tijoratlarni to'xtatish, chet ellarga ko'chib ketish, korxonalarning qattiq va yumshoq mulklarini setish, vayron bo'lganligini jakarlash qatorliqlar Xitoy osmonlarini qoplab ketdi. Chet el shirkatlarimi Xitoydan bas-basda chekinib chiqib ketib boradi. Xalqaro banklarmi Xitoyning kredit darajasini tadrijiy tushiryapti. Buningdan hosil bo'lgan ishsizlik, ish haqini nesi qoldirish va to'liqlama pulning joyida bo'lmasligi qatorliq masalalar norozilik to'lqinlarini Xitoyning har joylarida yangirtibdi. Kayni-kayndan kelayotgan iqtisodiy shum xabarlar Xitoy hukumatining beshini qattiq og'irtyapti. Oldingi 40 yilda Xitoyning hokimiyat yurgizish asosi va xalqaroda qad ko'tarishi iqtisodiy taraqqiyotiga asoslangan. Xitoy iqtisodiy krizisining ko'rinishi uning hokimiyatini pasipaldi ta'virtyapti. Hozir 4 chong krizis Xitoyda bir vaqtda paydo bo'ldi. Birinchi, uy-mulk bahosi shiddat bilan tushdi. Xitoy iqtisodi mislsiz qiyin ahvolga tushib qoldi. Bosh shtabi Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan, dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadigan davlatlarning innovat darajasini baholaydigan, tadqiqot va xavf-xatarni tahlil qiladigan, har qanday cho'ng gavdalarning xalqarodagi nupuzlik darajasini baholaydigan Moody's shirkati 2023-yil 12-oyning 6-kuni Xitoyning egilik huquq innovat darajasini, 8 Xitoy bankasining innovat darajasini, 20 Xitoy yerlik mablag' yurgizish supisining innovat darajasini uda pasib holatga tushiribdi. Modi hamda yerlik hukumatlarning qarzi xavf-xatari va uy-mulk kasb krizisi haqida Xitoyni ogohlantirdi. Bankchilik va uy-mulk kasbi Xitoy ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining 4/1 egallaydi. Xitoy 3 cho'ng iqtisodning biri. 2021-yilning oxiridan buyon Xitoy cho'ng tipdagi uy-mulk korxonalari orqa-orqadan portlab, qarzga bo'g'ilib ketdi. Uning ustiga uy-mulk bozori tushkunlashib ketdi. Uy-mulk krizisi pul muomala sistemasiga yamrashga boshladi. Xitoy markaziy hukumat bu masalani hal qilish uchun necha qitim iqtisodiy yig'in ochgan bo'lsa-mu, uy-mulk, o'tir kichik pul muomala apparatlari qatorliq xavf-xatarlarni bir tutash planli hal qilish kerak degan quruq shiorni ta'kidlashdan boshqa hal qilish loyihasini tilga olmadi. Ikkinchi, pay cheki bozori to'xtamay tushyapti. Pay cheki bozorimi Xitoy hokimiyati krizisini namoyon qiladigan ko'rsatkichlarning biri. Xitoy hukumati kapital bozorining ishonchisini oshirish uchun pay bozorini qutqizishni nishon qilgan pul muomala siyosatini orqa-orqadan o'tirg'i qo'ydi, lekin unumi bo'lmadi. Xitoydagi cho'ng va o'rta tipdagi korxonalarning ifodasini aks ettiradigan universal pay cheki ko'rsatkichi MSCI 14% tushib ketdi. Xitoy kapital bozoridagi ta'sir kuchi eng zo'r bo'lgan Shanxay ko'rsatkichi jiddiy tuvallab 3000 qizil nuqtadan necha qitim tushib ketdi. Bu xalqning butkul ishonchi vayron bo'lganligini namoyon qiladi. Uning insonlarga bo'lgan psixikalik ta'siri nihoyat cho'ng. 3. Chet el mablag'ining chiqib ketish ko'lami misli ko'rilmagan holatda bo'layotdi. Bosh shtabi Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan Amerika davlat alqagan mablag' silish bankasi va pul muomala mulozimat shirkati Morgan Stanley e'lon qilgan eng yangi dokladda ko'rsatilishicha, dunyodagi fond jamiyatlari 2023-yil 10-oydan boshlab Xitoy pul chekini zo'r darajada bozorda to'kma qilib sotdi. Yevropa Markaziy bankasining eng yangi hujjatining ko'rsatishicha, davlat alqagan shirkatlarning 40% dan ortig'i kelgusi bir necha yilda ishlab chiqarishni siyosiy jihatda texmo do'stona davlatlarga yutkaydiganligini aytdi. Bu iqimni to'xtatish uchun Xitoy chet el mablag'ini muqimlashtirish, hatto chet el mablag'ining ijozat cheklamasini yanama qo'yib o'tishni uzluksiz to'layotgan bo'lsa-mu, oldingi yili Xitoy pay bozoriga elib kirgan chet el mablag'ining 75% dan ko'pragi Xitoydan chekinib chiqib ketdi.
2023 yılı 7. aydan başlap dünyadaki meblag sağgıçılar 30 milyar dollardan artıq qimmatidagi pay chekini tashlab satdi. Chet el savdogarlarining chekinishi Xitoyga nisbatan aytganda zo'r ziyon keladi. Chunki chet el mablag'ining Xitoy iqtisodiga bo'lgan muqimligi, GDP, ishga o'rlishish va boj yig'ish qatorliq ko'rgili bo'ladigan taraflar bilan cheklanmaydi. Yana nurg'unlagan yoshirin ahamiyatlar bor. Masalan, Xitoy iqtisodining texnik taraqqiyot va boshqarish saviyasini o'stirish qatorliqlarning hammasi muhim rol o'ynaydi. Aytayli, agar Tesla Xitoydan chekinib chiqqanda, Xitoyning avtomobil yasash sifati va haydakchilik rolini yo'qotib qo'ydi. Chet el mablag'i Xitoyga faqat mablag'ni elib kelmay, ilg'or ishlab chiqarish texnikasi, boshqarish va setish saviyasi qatorliq yoshirin unumlarni elib keldi. Chet el savdogarlarining yetakchiligi bo'lmasa, Xitoyning texnikasi va boshqarish saviyasi madaniyat inqilobi davriga qaytib ketadi. 4. Amerika bilan Yevropa Xitoy bilan ayrilishni tezlatdi. 2023 yilning oxirida Amerika va Yevropa davlatlari Xitoy bilan bo'lgan ayrilishni tezlatdi. Amerika Savdo ministri Gina Raymond 2023 yil 12 oydagi manbalarda oshkor mundaq dedi. Xitoy Kommunist partiyasi Amerika tarixidan buyangi eng chong tahdid. U hargiz do'st emas. Amerika, Gollandiya, Yaponiya va Yevropa davlatlari bilan birlikda Xitoy Kommunist partiyasining yuqori fan texnika chipga erishish qatorliqlarni tizginlaydi. Amerika prezidenti Bayden 30 turlik Xitoyga qartilgan yangi chorini e'lon qilib, Amerika iqtisodi va davlat bexatarligida intayin muhim bo'lgan ta'minlash zanjiriga bo'lgan nazoratni kuchaytirganligini bayon qildi. Yig'inchoqlab aytganda, Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti tayinadigan mablag' selish, iste'mol va eksport hammasi hozir tez qadam bilan zavolliqqa qarab yuzlandi.